Assalomu alaykum hammaga. Yangi girib kelgan 2026-yil hammaga muborak bo'lsin. Biz hozir Xorazm viloyati Shovot tumanida joylashgan magazinimizni Xudo xolasa yangi tovarlarni yangi narxlar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Manzilimiz Xorazm viloyati Shovot tumani, Shovot qurugundan Turkmaniston ko'chaga shundan aylangandan 10 qo'ldagi shu magazinimiz yana. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha ko'p narsalarni sizlarga aytib tanishtirib o'tamiz. Bular akva oyna eshiklar ko'rib turganingizdek, razmer hamma razmerlaridan bor. Eshiklarimiz ham mana eshiklarimiz ham hamma razmerlaridan bor. Narxi eng qiziqlari, narxini aytib o'taman. O'zlaringizga kerak razmerni bo'lsa aytsanızlar darrov pullarni aytib o'taveramiz. Xudo xolasa ketdi. Aynamizni barcha turdagi razmeri 1 metrdan balandligi 1 metrdan 1,5 metrgacha 625 ming so'm narxi. Enini 1 metrdan 120 gacha, balandligi 1 metrdan 160 gacha. Eshiklarimiz eni 70 sm, balandligi 2 metrgacha. Eni 80 sm, balandligi 2 metrgacha, eni 90 sm, balandligi 2 metrgacha, hammasi 700 ming so'mdan. Zamoqi, ruchkasi içinde bo'ladi, olib turgan aynalaringizni, eshiklaringizni. Zamoqi, ruchkasi içinde bo'ladi. Yangi Atsenkoy profilimiz geldi. 8 ga 8, qalinligi 4 mm, bahası 65 ming so'mga tushgan. Avvalgi bahası 90 ming so'm. 80 ga 80, qalinligi 4 mm. Yangi kelgan almatirlarimiz, Vodin almatiri 10ligi 5300 so'm, 12ligi 5800 so'm, 14ligi 8500 so'm, 16ligi 11500 so'm chiqadi. Demir profillerimiz hamma razmerlaridan bor. Demir profillerimiz assortimenti ko'p. Razmerini yazsanızlar, darrov pullarni aytib o'tamiz. Shunday giraverasizlar endi do'kona. Şu ko'rib turganlaringizning hamma narsalar topiladi. Otopleniyaga kerak hamma narsalar bor. Qo'ldan kelgancha. Batareyamiz обычный kitayskiy batareya bu, biladi buni hamma. Razmeri 7,5 cm oladi. 50 ga 80 razmerda. Bahası 430 ming so'm alyumin. Razmeri 80 cm, qalinligi 10 cm, alyumin, bahası 650 ming so'm. Biometal, ağırlığı 15 kg, bahası 900 ming so'mdan satılgan, hazırgi bahası 820 ming so'm. Производство İran, alyumin batareya, 3 jabralı, 20 kvadratni kızdırады. Bahası, evvelki bahası 75 ming so'm edi, hazırgi bahası 57 ming so'm. Yani bir paçkası 570 ming so'm. Bundan keyin qora biometal batareyalarimiz ham bor. Ak biometal batareyalarimiz ham avvalni bo'ladi. Bahası 98,5 mingga tushgan, oldingi bahası 110 ming so'm edi. Bahası 140 ming so'm edi, hozir 120 mingga tushgan. Shu ko'rib turgan hamma batareyalaringizdan Xudo xolasa topiladi. Bundan tashqari santexnika tovarlarni hamma turidan Xudo xolasa topiladi. Asosan otopleniya santexnika doir tovarlar sotiladi bu yerda.